Xitoyning atalmış yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilgan inson qalbidan chiqqan qamal davomlashayotgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan silla xalqning ochliq azobi tortayotganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy ommaviy taratqularda tarqalgan bir sinda bir ayol mahalliy kadrlarga xitob qilib, uyidagi 5 bolaning qizib qolganligini, hatto ba'zisining temperaturasining 39 va 40 gradusga chiqib ketganligini aytdi. Bu va buningga o'xshash videolar Uyg'ur xalqining uylariga qamal qilinib, ochliq va kasallikka tashlab qo'yilganligini ko'rsatib bermoqda. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi bu videolarning Xitoyning naqadar rahimsiz va razil ekanligini ko'rsatib berilganligini, buni ifodalashda til ojizlik qiladiganligini aytdi. Qarqash apandi Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, ularni o'limga ittirganligini, hamda bo'lsa lagerdan omon qolgan Uyg'urlarni bu shaklda ochliq va kasallik bilan o'ldirishga urinayotganligini ta'kidladi. U mundaq dedi: "Hammadan yomoni dunyoning, jumladan Turk islom dunyosining buni ko'rib turib sukut qilishidir. Dünya Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi amaliy harakatga o'tishi kerak. Bo'lmasa, aman bir kuni dunyo buning bedelini to'laydi. Oxirat kunidagi ishongan musulmonlar Allohning savol so'roqidan qutulishi kerak." Avstraliya ABC xabar agentligi xabariga qaraganda, Avstraliyadagi o'qituvchi liberallar partiyasi hukumatni Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qilgan irqiy qirg'inchiligi sababli Xitoy amaldorlarini Magnitskiy qonuniga asosan jazolashga chaqirgan. Xabarda yana Avstraliya o'qituvchi partiyasining tashqi ishlar ministri Simon Birmingham Magnitskiy qonunining bu yil Avstraliyadagi ikki tarafning hamkorligida tasdiqlanganligini va insoniyatni hayron qoldiradigan Sharq Turkiston doklatining bu vaqtda o'tirg'i chiqqanligini, shunga hukumatning bu masalani o'ylash kerakligini, Sharq Turkistondagi sistemalik irqiy qirg'inchilikni sodir qiluvchilarning qonun bo'yicha jazolanish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Xitoy xalq to'rining xabarida bildirishicha, Xitoy Markaziy aloqa to'ri uchar ishxonasi 5-sentabrdan boshlab Xitoy miqyosida 3 oylik atalmış to'r petlinlari va saxta uchurlarni tozalash va uningga zarba berish maxsus harakatini boshlagan. Amerika Savdo ministri yangidan yo'lga qo'yilgan programma bo'yicha Amerikaning texnik katibashlariga zo'r cheklama qo'yganligini e'lon qildi. Savdo ministri Pan Texnika Magnat shirkatining Xitoyda 10 yilgacha ilg'or aslahalar sotilishini cheklaganligini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostokda Xitoy mamlakat xalq qurultiyi doimiy komitetining raisi Li Jianshu bilan ko'rishdi. Putin ikki davlatning strategik sheriklik munosabatining taraqqiyotiga ishorat qilib mundaq dedi: "Savdomiz davomli oshdi. Bu yilning oldingi 6 oyda 30% dan oshdi. Bizning savdo miqdorimiz faqat yaqinda 200 milliard dollarga yetdi" dedi. Gollandiyada yashaydigan Uyg'urlar, Tibetlar va Janubiy Mo'ng'ullar Xitoyning Rotterdamdagi bosh elchixonasi oldida Xitoy qirg'inchiligiga qarshi namoyish qildi. Yana bir tarafdan Germaniyaning Frankfurt shahrida Uyg'ur, Tibet va Hong Kong tashkilotlari 3 kun davomlashadigan Germaniya-Xitoy savdo yig'iniga qarshi namoyish o'tkazdi.